Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Alo. Assalomu alaykum. Eliyor bek aka bilan to'g'ri bog'landikmi? Shunday. Sog'liklaringiz yaxshimi? Ayni damda sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilayotgandik. Aha, men loyiha boshlovchisi Madinaxon bo'laman. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ummat bo'lgan kuningizgacha. Rahmat, shunday bo'lgan. Aha, aynan shu munosabat bilan sizga bir chiroyli dilizxo'rlar va tabriknomalar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, kimlar sizga dilizxo'rlar yo'llaganlarini? Yo'q. Taxminlaringiz bormi o'zingizga, qalbingizga yaqin bir insoningiz? Yo'q. Aha. Bizga ham o'z dilizxo'rlarini yo'llagan inson ismlari sir bo'lib qolishini iltimos qilganlar. Shunday bo'lsa-da, sizga chiroyli dilizxo'rlari hamda tabriknomalar yozib qoldirganlar. Agar ruxsat bersangiz o'qib eshitiraman, tayyormisiz? Mayli. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum, men uchun qadrli bo'lgan insonim. Sizni bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz, 24 bahoringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. 24 yoshni qarshi olar ekansiz. Ushbu yoshingiz sizga olam zafarlar, cheksiz baxt va dunyolarcha shodliklar olib kelsin. Bosgan qadamingiz gullarga, hamyoningiz pullarga to'lsin. Hamrohingiz baxt, sog'lik, salomatlik bo'lsin. Yuzingizdan kulgu va tabassum arimasin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, barchasiga yetishib yuring. Allohim sizni yaxshiliklar ila sevintirsin. Qalbingiz tubidagi orzu va maqsadlaringizni amalga oshirib, duolaringizni ijobatini ko'rsatsin. Siz dunyodagi eng yaxshi insonsiz. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Doimo yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Hech ham xasta bo'lmang, doimo sog' salomat bo'ling. Azizim, dunyoda shodlik bor bo'lsin. Ana shu shodliklar sizga yor bo'lsin. Qalbingiz quvonchu shodlikka to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Allohimning sevimli bandasi bo'ling. Ilohim 90 yuzlarga kiring. Dunyo shodliklari sizga bir tilak. Tavallud kuningiz bo'lsin muborak. Bosgan qadamingiz nurlarga to'lsin. Doim hamyoningiz pullarga to'lsin. Sizga hamroh bo'lsin mudom baxt, omad. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Yana bir bor, tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Doimo sog' salomat bo'ling deya qadrli insoningiz o'z dilizxo'rlarini yakunlaganlar. Sizning ham yaqinlaringizga tabrik yo'llagan sirli insoningizga aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, marhamat yo'llab olish imkoniyatingiz bor. Rahmat deb qolamiz. Kasatan kim yaqin inson bo'lsa ham kasatan rahmat e'tibor uchun. Sizga ham rahmat, qimmatli vaqtingizni ayamay biz bilan o'tkazgan samimiy suhbatlaringiz uchun alohida rahmat. Ham muddat ichida qalbingizga quvonch, yuzlaringizga kulgu va tabassum ulashib olgan bo'lsak, biz bundan benihoyat mamnunmiz. Sog' va salomat bo'ling. Yana bir bor tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sizning katta Kuningiz yaxshi o'tsin, salomat bo'ling.